Uyg'ur musikalarining ichida dap. Bu dap urg'u musikalarining ichiga kirdi. Bu dap asosi yasalishi üzme yog'ichi, o'rik yog'ichi qatorliq materiallar yasildi. Bunun ichiga mana halqa bekitimiz. Bu halqa aks sado berdi. Bunun roli var. Mesela çalsak udar belgilep turdi. Bunun hem yeri udar bilan mangadi. Dapning chalishi necha xil bo'ladi? Muzikalik chalishcha kichik ovoz chalamiz. Usulga chag'anda cho'ng yuqori ovozni urib chalamiz. Hozir men muzikal chalishni qanday chaldiganligini deb berman. Milliy muzika bilan tankash qilganda chaldigan udarimiz. Usulga kelganda o'xshamaydigan chalamiz. Usulninki harakatga qarab turib, tekraydigan yerda, asta o'ynaydigan yerda har xil, har yangi udarlar bilan mangamiz. Masalan, usulda sanam desak, andin serilma. Andım tekrar oynaydığı yerlerde andın her xil her yansı çökleşler var.